Yaşımsız. Ben Şinjan Qo'shtillik advokatlık o'rnidan Shimshim advokat. Nima yardım lazımdı? Sizning miyadimda ajrish anzillarini jiq qilasizlar, sizlar. Jiq qilib. Bak, ajrishamdingiz. Voy, yaqin men degan sap taq bedellik ish etmayman. Azofda fotom bo'lsin. O'zi bunda kelib tinglab boqay. Sizlarning miyada bir ajrish eshib qolgan bir pechat xotinlar bo'lsa, men tanishtirib qo'yam. Men advokat. Men dellal emas. Men ömrümdə men bunda to'y qilmagan odam bilan tanishib bir qilib qilanmaqdakman men ish. Son men bunda eşindi. Sizlar bunda menda jiq emasmi shu bunda? Biz maishni qilanmaymiz. Agarda sizning loyiq izlaydigan ishingiz bo'lib qolsa, men ishdan chiqib, tarafga berib baqsangiz, yaxshi u taraflarga o'tib baqdim, ojan ajab tushib ketdi men. Aliya, xotinlik bayamdek ajrashdi. Mabutgan o'ma qarab, bu to'pay paqlar isilgan qo'ya. Bo'ldi, o'sha. Lekin bir balasi var. Köpüret taqsanglar, men o'zim baqammasam balını oqamdim men. Bu qiz bolaninki yo'ldoshi oshni tutib olganlik uchun, jingshin cho'g'u qilib bir taraf qildik uchun, qo'liga naq 12 million pul, 8 ta uy, 8 ta mashina qilaylik. Madiloni mana men bejagan. Pul, mashina, uy. Nasıllar ishim yo'q, asosiy balık bek amrab, mikromda cho'tal. Bo'ladi ekanmish Aliya. Ma'qul, biz tanishtirib qo'yaymi? Yo'q qiling. Bu yoq bo'lsa Aliya. Bu yoq bo'lsa men sizga degan Oqvosh. Shu. Unda sizlar paransiyo'ringlar, men chiqib xizmatimni qilavering. Ha, qo'pil. Bugun rasmdagidek suva kelmayapsiz a? Simuada katdan anglasam siz balg'amroq ekanmi? Balo, vahshiy kuyman. Bo'z 99 balam bo'z beqo'ysan deb o'ylayman qaraman. Shundan bir suvabda deb azob qapta. Bundan yaxshi, amsi 3 talabim bor. 3 talab emas, 30 talab bo'lsa-da o'rin detimman. Amsi birinchisi, sizning ismingiz Oqboshqo. Ismingizni o'zgartisiz. Ism emas, familiyamni o'zgartirsangiz, jinsimni o'zgartirsangiz mayli, Oqbosh deb qapsiz. Nimaga o'zgartsak bo'ladi? Nimaga o'zgartimiz? Amsi, meningki bolamning ismi Nuali Tudidanga. Men ismingizni Tudiga o'zgartirdim. Burunqi yeringizning ismiga. Nima ish qilib bunday o'ylab qoldingiz? O'zgartimiz, amning bolamning ismi Nuali Tudi bo'lgandan keyinchi menga Tudi degan kim desa, yo u burunqani ko'rsatkilomsa, endi siz nima o'zgartmisangiz, bolaning kelgusi parlaq bo'lmay qolib qoldi. Shunga sizning ismingizni o'zgartsak-lam ish tugatgan. O bolaning kelgusi muhim bo'ldi, bolaning kelgusi deb mening ismimni burunqi yeringizga almashtirib qamlashmay qoladi. Bu boshqa 2 million pul. Bolaning kelgusi muhim. Tudi men bo'ldi buniki. Tudi deb chaqiring. Tudi. O. Endi ikkinchi talabim. Ikkinchi talab. Ismim Aliya. Sizning ismingiz Tudi. Tudi men. Endi mana sizning familiyangizning ismini Aliya deb o'zgartib, ismingiz Tudi Aliya bo'ldi. Notek başmı yasız? Meniniz bir yasalar qunduğan gulmu ya poqunduğan çivundan oluşuğa yamı var. Sanki özümün ismini Tudiga o'zgartmadim bo'ldi, endi familiyamni Tudi Aliya deb bunday ishlarga bo'lmaydi. Stal mashina. Bo'ladi bu. Nopusda tagida o'zgartimiz nopus chiqarsa barimiz. Tudi Aliya degan men shu. Familiyasi xotin kishining ismi bo'lgan men birinchi damjiman men. Bunda g'alba bunda yumlan gaplatgan men shu Tudi Aliya. Yaxshi oldu Tudi Aliya. Tayyiz isim. Endi 3-chi talabim. Sizni yaqinda Shimulatyog'a ilanishlik bo'ldi deydi. Ishlatim men elib olgandim, ilan qilib qolsam deb. Bak amroqdim men. Mana Shimulatyog 19 import qilingan dadrini siqib chiqargan, xotirjam yegiladigan, xotirni jam qilib yelaydigan ochiq Shimulatyog degan mush. Amsi mushu Shimulatyog'ning ismini Aliya Latyolarga o'zgartirdi. Nasıl sonra bir yerde. Ya dep koyuz bir yerde. İsmini özgerttiniz, familiyamni özgerttiniz, bu haqshu ilaçlab berib berdi, men biz boshqa bir qilmadi. Onu bo'lmaydi, boshqa yerlarni qilsangiz bo'lib. 8 ta uy. Mazon yaxshimi? Nima to'g'ri qo'ygan ayolim shunda izil teknikdan birida degan, shu bizning Shimulatyog'ning ismini Aliya Latyolar deb o'zgartirdi deb, men iliq setish muxtoriga u har qanday jihatdan bek tez paytsi va kajba. Anamdan oltirman, anam yaxshi. Ve koyuyorsunuz mu? Onu mu de? Deydi o. Sen bunda kışlangıç memurlarla toy kılayım, Shimulatyog'ni Oqbosh Latyolar deb o'zgartiraysan dedi. Bunda adamning vaqtini isrof qilibki.
Yap bu başqa yerlarni bir o'zgarsak mi maylikda aniq